Assalomu alaykum Akmaljon va Hopa obunachilari, sizlar bilan Akmaljon. Bugun sizlarga usta akamiz bor. Suv quduq xizmatini yo'lga qo'yibdi akamiz. Kavlashda ham o'rgatib qo'yar ekan, kavlab ham beraverar ekan. Ya'ni nima deydi, quduq bor-ku, quduq. Ko'p kinolarda, multfilmlarda ko'ramiz. Video davomida tushunsalar. Video davomida ko'rsatib beramiz. O'sha narsani kimga quduq kerak bo'lsa, akamiz nomerini chiqarib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar, videoni ham qo'yib yuboraman, uni ham ko'rib turib, bemalol akamizga murojaat qilsanglar, chiroyli narxlarda arzonroq qilib bog'lasa, yo'lga qo'yib yoki kavlashga ham o'rgatib qo'yadi, kavlab ham beraveradi. Qanunda hammaga omad. Ko'rishamiz. Alaykum yurtdoshlar, mana suv quduq yo'llanyapti. 15 metrdan o'tdi. Vodiy bo'yicha, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan quduqlar bo'lsa ko'ylaymiz. Hamma instrumentlar o'zimizda bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, ko'ylab suv chiqarib beramiz. Mana video davomida suv chiqishi, boshqasi hammasini biz o'zimiz ko'rsatamiz. Video davomida ko'rasizlar. Narxlar kelishilgan holatda bo'ladi. Quduqda metriga qarab kelishiladi. Yo'llanyapti. 6 metrga borib qoldi quduq mana. Yo'llanyapti mana. Mana suv chiqdi. Nasos tashalyapti. Tashlavering. Nima qilinadi? Nasos tashalyapti. Nasosga moslandi, mana o'shalarga suv chiqyapti. Quduqdan mana. Qarash. Quduqqa nasos olib beryapti.